Hurmatli qarindoshlar, Sharq Turkiston Surgundi hukumati televiziyasining xabarlar programmasida ko'rishinglarni qizg'in qarshi olamiz. Afg'onistonning Qunduz'dagi bir masjidiga qilingan terrorlik hujumini ayblashga aloqador bayonot. Mazkur bayonot Sharq Turkiston Surgundi hukumatining Oliy Kengashiga mansub. 8 avgust, ya'ni o'tgan juma kuni Iroq Sham davlati terrorlik tashkilotiga mansub bir odam bomba Afg'onistonning Qunduz shahri Shia masjididagi Hazara musulmonlarga qarshi qabih terrorlik hujumi qo'zg'adi. Sharq Turkiston Surgundi hukumati Iroq Sham islom terrorlik tashkilotining bu qabih terrorlik hujumini ayblaydi. Sharq Turkiston Surgundi hukumati va Sharq Turkiston xalqi terrorning har qanday turini, jumladan Xitoy Xalq Jumhuriyati hukumatining Sharq Turkiston va uning xalqiga qarata yurgizayotgan davlat terrorini qattiq ayblaydi. Bu qabih terrorlik hujumining qurboni bo'lgan barliq Afg'oniston xalqi bo'libmi, Hazara xalqiga chin ko'nglidan duo qiladi. Iroq Sham islom davlati bu qabih terrorlik hujumining mas'uliyatiga aloqador bayonotida hujum qilgan shaxsning Uyg'ur ekanligini bildirdi. Iroq Sham islom davlatining bu bayonotini to'g'rimi deylik? Bundaq ahvolda bu faqat Xitoy Xalq Jumhuriyati bilan moslashib, Uyg'urlarning obraziga dog' tekkizish orqali ularni terrorchi qilib ko'rsatish. Sharq Turkiston milliy uyg'onish harakatiga buzg'unchilik qilish maqsadida qasddan elib berilgan saxta bayroq hujumining yangi tirishchanligidan iborat. Bundan boshqa biz kundan kunga ortayotgan Uyg'ur nüfusini chegirdan qo'g'lab chiqarib o'tishning haqli ekanligini isbotlash uchun 1950-yillardan beri Afg'onistonga yerlashib qolgan islom qurolli qismlaridan boshqa Uyg'ur nüfusini chegirdan qo'g'lab chiqarish tirishchanligining muqaddimasi bo'lib qolishdan ansiraymiz. Qunduzdagi terrorlik hujumidan keyin ba'zi taratqular Afg'onistondagi Uyg'urlar to'g'risida saxta xabarlarni tarqatishga boshladi. Taratqular Afg'onistondagi Uyg'urlarning atalmish Sharq Turkiston islom harakatining mansubi ekanligidek yolg'on xabarlarni tarqatdi. Amerika ovozi, New York vaqti, BBC, Erkin Osiyo radiosining burunqi tarqatgan xabarlarida 2000dan 3000gacha bo'lgan Uyg'ur musofirlarining ko'p qismining Xitoy tajovuzchilari Sharq Turkistonni ishg'ol qilgandan keyin, ya'ni 1949-yilning oxiridan 1950-yilning boshlarigacha Afg'onistonga qochib chiqib, o'ltiraqlashib qolgan. Afg'onistonda Talibanga qarshi Sharq Turkiston islom partiyasi ostida urush qilgan necha o'n, hatto yuzlagan Uyg'ur islomchilarining mavjudligini inkor qilg'ili bo'lmaydi. Ammo Xitoy to'qib chiqqan atalmish Sharq Turkiston islom harakati hech bir shaklda mavjud emas. Xitoy Xalq Jumhuriyati Sharq Turkiston milliy mustaqillik harakatini yer shari islom harakatining bir qismi sifatida ko'rsatish uchun Sharq Turkiston islom harakatini 2001-yil 11-noyabrda tunji qitim to'qib chiqdi. Texmi muhimi Xitoy Xalq Jumhuriyatining Sharq Turkiston islom harakatini to'qib chiqishi Xitoyni Sharq Turkistonda mustamlika, irqiy qirg'inchilik, ishg'ol qilish harakatini davomlashtirish uchun terrorlik bilan kurash qilish soxta bahonasi bilan ta'minladi. Amerika Qo'shma Shtatlari bundoq bir guruhning mavjudligiga doir hech qanday dalil isbot bo'lmaganligi uchun 2020-yil 10-oyda atalmish Sharq Turkiston islom harakatini terrorlik tizimidan o'chirib o'tdi. 2021-yil 9-oyda Amerika Tashqi ishlar ministrligi Taliban, Al-Qoidaga munosabatli Turkiston islom partiyasi va atalmish Sharq Turkiston islom harakatining bir-biriga o'xshamaydiganligini aniq o'tirib qo'ydi. Sharq Turkiston Surgundi hukumati va Sharq Turkiston xalqi Turkiston islom partiyasining Taliban, Pokiston axborot organi, Jumhur Xalq Jumhuriyati bilan bexatarlik va axborot hamkorligi bo'lgan yomon g'arazlik o'rinlarning qo'llashi va qo'g'dishi shundaqla Xitoy hukumatining kontroli ostidagi bir tashkilot ekanligidan gumon qiladi. Dunyodagi Sharq Turkistonliklar Turkiston islom partiyasini ayblaydi va uning faqat Xitoyning tashviqot quroli sifatida xizmat qilganligidan gumonlanadi. Sharq Turkiston islom partiyasi Xitoy kompartiyasining Sharq Turkistondagi davlat terrorini, mustamlikasini, irqiy qirg'inchiligini, ishg'olini oqlashga yordam qilish maqsadida faqat Xitoyni terrorlik bilan tahdid qilishdek yolg'on tasvir uchun xizmat qiladi. Biz yana shuni aniq o'tirg'a qo'ymoqchimizki, Sharq Turkiston masalasining mazhab zo'ravonligi, terrorlik yoki buningga o'xshash ishlar bilan munosabati yo'q. Sharq Turkiston xalqining Sharq Turkistonni mustamlika qilib, irqiy qirg'inchilik, davlat terrori yurgizayotgan Xitoy Xalq Jumhuriyati hukumati va uning ishg'olchi kuchlaridan boshqa hech qanday millat, diniy guruh, tashkilot,
o'rin va hukumatlar bilan dushmanligi yo'q. Biz har qaysi hukumat, axborot, qurilish, shaxslarni Xitoy Xalq Cumhuriyatining Sharq Turkistonning mavjudligini saqlash ko'rishini buzg'unchilikqa uchratish maqsadida davomli elib berayotgan yomon g'arazlik harakatlari va tirishchanligiga qarata sagak bo'lishga chaqiriq qilamiz. Eng oxirida biz xalqaro jamiyatning bu terrorlik hujumini tekshirish, jinoyatchilarni o'tirg'a chiqarishga, shuning bilan birga Taliban hokimiyatini tamkin bo'lishga, xato qaror chiqarmaslik va Afg'onistondagi ma'sum Uyg'urlarning hayotining bexatarligiga kafolatlik qilishga chaqiriq qilamiz. Kanadalik Michael Spavor va Michael Kovrichning Xitoyda tutqun qilinishi bilan yiriklashgan Xitoy-Kanada munosabatidan keyin Xitoyga qarshi turish uchun Kanadaning Amerika va Avstraliyadagi o'xshash ittifoqdoshlarga qo'shilishi talab qilindi. Kanada bosh ministri Justin Trudeau o'tgan hafta Yaponiyaning yangi bosh ministri Fumio Kishidaga yozgan maktubida rayon manfaati uchun Yaponiya bilan bo'lgan hamkorlikning muhimligini ta'kidlab, Indo-Tinch okean rayonining gullanishini ilgari surish uchun tirishadiganligini aytib, Indo-Tinch okean belgisini ishlatdi. Bu Kanadaning Xitoy bilan bo'lgan munosabatining borgan-sari yiriklashadiganligini ishorat qildi. Ba'zi analizchilar texmo qattiq bo'lgan yupchining bishoratlarini bayqadi. Kanada an'ana bo'yicha Tinch okeanning u tarafidagi keng jo'grafiyalik siyosiy mavjudlikni Osiyo Tinch okeani deb ataydi. Analizchilarning aytishicha, bu belgi Xitoy va atrofidagi qo'shni davlatlarni o'z ichiga oladi. Ammo Hindi-Tinch okean deb qisqartirilganda Xitoyni o'z ichiga olmaydi. Hindi-Tinch okean iborasi strategik cho'ng raqobat qilish paytiga jalb qiladi. Hindi-Tinch okean asosan Xitoyning qad ko'tarishi va uningga qarshilik ko'rsatishni ko'rsatadi. Xalqaro savdo advokati va Kanadaning sobiq diplomati Lawrence Herman Kanadaning Amerikaliklar va Avstraliyaliklar bilan texmo moslashgan kuchlik va real savdo siyosatiga muhtoj ekanligini, Kanadaning 5 ko'z axborotdan o'rtaq bahralanish to'g'ridagi ittifoqdoshlarining hammasi, ya'ni Amerika, Avstraliya, Angliya va Yangi Zelandiya Huawei'ni chekladi. Kanadaning Xitoyda turishliq sobiq bosh elchisi Guy Said-Jacques garchi Beijing hozir guruga ilingan diplomatiyani tashqi siyosat quroli sifatida mustahkamlayotgan bo'lsa-mu, ammo uning savdoni qurol qilib ishlatishiga Kanada va uning ittifoqdoshlari mos qadamda qarshi turishi, savdo qurollariga qartilgan jazoga o'xshash imzo qo'ygan davlatlarning o'rtaq inkosini qo'zg'aydigan o'lchamlarni taraqqiy qildirishi, Kanada va uning ittifoqdoshlari prezident Shi Jinpingni nishonlab, texmi yuqori nishonni o'ttirg'a qo'yishi kerak. Bu g'arb rahbarlarining 2022 yil 2-oydagi Beijing qishliq olimpik tantariya musobaqasining ochilishini boykot qilishni ko'rsatadi dedi. Allah seni hür yaratganken sen hiç kimga qulluq qilma. Bütün insonlar Allohning qulidir. Hech kim bandaning quli emasdir. Adolatsizlikka bosh egma. Chunki haqqing bilan birga sharpingni yo'qotib qo'ysan deydi Hazrat Ali radhiyallohu anhu. Qulga qulluq qilish insonga, musulmonga texmi yot bir illat. Allohga qulluq qilish insonni yuksaltiradi. Allohning qarshisida egilishga arziydigan qudrat egasi ekanligini insoniyat odamga namoyon qiladi. Allah insonga o'ziga nasiba qilib bergan zaminni qo'g'dashni farz qiladi. Chunki inson o'z zamini ichida hur va baxtiyor yashay oladi. Shunga Allohning bu omonatini qo'g'dash, saodatga erishishda tuproq uchun barliqni taqdim qilish talab qilindi. Bu insonning martabasini ikkili dunyoda ustun qiladi. Hurmatli ko'ruvchilar, xabarlarimizni ko'ngil uchun ko'p rahmat. Kelar qitimqi programmamiz ko'rishguncha Allohga omonat bo'linglar.